Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. Bilasiz, men faqat Osiyo futboli haqida gapiraman. Meni ko'chada ko'rgan odamlar juda ko'p savol berishadi. Kuni kecha Ispaniya chempionati bo'lib o'tdi. Ya'ni Real Madrid va Barselona klublari o'rtasida va unda Real Madrid 2-1 hisobda g'alaba qozondi. Menga birinchi odamlarni beradigan savoli, siz Real muxlisimisiz yoki Barselona muxlisi deyishadi. Aslini olsak, qadrli do'stlar, men Barselonaga ham, Real Madridga ham muxlislik qilmayman. Umuman olganda Ispaniya chempionatimi yoki bo'lmasa Yevropa chempionatini u daraja kuzatmayman, chunki men Osiyo futbolini yaxshi ko'raman. Osiyo futbolini misol uchun aytaylik, Yaponiya chempionati, Qatar chempionati, O'zbekiston, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirligi, shunaqa Osiyo jamoalarini, chempionatlarini kuzataman. Aytaylik, Gamba Osaka, Yaponiya, Saudiya Arabistonining Al-Hilol o'yinlari o'ynaydigan bo'lsa, mana shu jamoalar haqidagi o'zimni taxminim, rus tilida prognozimmi yoki o'yin qanaqa bo'lganini aytishim mumkin. Chunki hozir Osiyo jamoalari ham Yevropadan qolishmayapti. Ko'rdik, Al-Hilol klublar o'rtasidagi jahon chempionatida manaman degan Yevropaning nomdor jamoalari bilan juda zo'r qarama-qarshilik bilan o'yin ko'rsatdi. Shunday ekan, menga juda ko'p savollar berishardi. Shu savolga qisqacha javob berib o'tdim deb o'ylayman. Nima uchun deyishingiz mumkin? Chunki meni yevropaliklar tanishmaydi, to'g'ri, saudiyaliklar ham, yaponiyaliklar ham tanishmaydi, lekin ular bizni qit'amizda joylashgan, Osiyo qit'asida. Shuning uchun menga nimagadir Osiyo futboli ko'proq yoqadi, ayniqsa arablarni sharhlashi va o'zimizni o'zbek jamoalari mabodo kelajakda qaysidir Osiyo jamoasi bilan, G'arb yoki Sharq jamoalari bilan Osiyo Chempionlar Ligasi, Elit Ligada to'qnash kelib qolishi mumkin. Shuning uchun Yevropa futbolidan ko'ra Osiyo futbolini afzal ko'raman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Negativlar kerak emas. Hamma o'zini xohishi bilan futbolni tomosha qiladi. O'zingizni ehtiyot qiling, Osiyo futboldan aslo uzoqlashmang. Salomat bo'ling.